bu videoni bekorga olganim yo'q. Sog'ligim yomonligi uchun. Yani kim bilsa bilar, o'zimni eng yaqin odamlarim bilgan, hammaga aytmaganman. Sabab shunaqa, o'zi ichki olam o'zining xarakteri bo'ladi. Lekin sog'ligim nimani arkasidan yomonlashganligi uchun hozir bitta video ko'rib qoldim. O'shanga protiv qarshi video qilish maqsadida imенно shu videoni olyapman. Menda 35 yoshman, 25 yoshimdan boshlab mana shu ishni qilganman. Shundan keyin sog'ligim mana 10 yil ichida уже endi Xudo umrimni bergan, oxirgacha yashayman baribir, lekin o'zimiz ham aybdor bo'lib qolamiz. Umrni Xudo 10 martalab qayta bermaydi ekan. Shuning uchun shu videomiz foydali bo'lsa, like atishga bosib, o'shanaqangi odamlarga yuborib qo'yasizlar, qadrdonlar. Iltimos videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlarga ham Xudo xolasa anchagina foydali bo'ladi. Faqat shu ishlarni to'xtatish kerak, absolut to'xtatish kerak. Sog'liklaringni menga o'sha borda qadrlaylar. O'zi bunaqa videolar, bunaqa narsalar syomka qilmayman. Meni kontentimga ham to'g'ri kelmaydi, lekin o'zimdan, ichimdan o'tganligi uchun sizlarga bittanisini oldintirmoqchiman. Mana shu profilni egasini to'g'ri yo'lga konkret chaqirmoqchiman. Misol bu hozir o'zicha 100 kun bo'lishi mumkin deganlar uchun Instagram olganman. O'zicha 100 kun energetik uchtadan ichib eksperiment qilaman deb turib, boshqalar ko'rsatyapti. Tipa bu odam hozir o'zi bitta energetikni nimasi ekan? Reklama qilayotgan odam ekan, o'zim qanaqadir. O'sha bachkana bir energetika bor ekan, shunaqa reklama qiladi. Odam ekan o'zi bu odam. Endi buni men tanimayman ham, uzrli kelsa, u kimligi boshqa qiziq emas. Shu narsani reklama qilyaptim. Bu odam bu ekspertdan ham battarda, ekspert pulni oladi. Bu sog'likni shunday oladi. Bitta o'zimdan chista haqiqiy sizlarga konkret misol 25 yoshimdan mana shu energetik, imенно adrenalinni ichishni boshlaganman. Kuniga bitta 2015-yildan boshlab mana shu 2026ni boshigacha, mana shu 2025da oxirigacha ichdim. 10 yil ichdim. 10 yil ichida yurak tugatdim men уже. Men hozir yurakda kasalligim bor. Hammasi mana shu haromning orqasidan chiqqan. Mana shunaqangi harom narsaning orqasidan chiqqan narsa. Ichmayman, chekmayman. Yoshligimdan Moskvada o'zimizda sport bilan kakpalojni muntazam shug'ullanib yurganman. Men taniganlar o'zlari biladi. Lekin imенно mana shu bitta energetikni o'zi shunga o'tirib qolganligim uchun men yurakni tugatib bo'ldim. Endi hozir birovga bildirmayman, lekin ichimdagi dardimni o'zim bilaman. Bu narsani birinchi marta odamlarga aytyapman. Shuning uchun shu imенно shu odamni men to'g'rilikka chaqirgan bo'lardim. Sportlashim kerakmas bunaqangi odamlar bilan. Shuni ko'rib, nechta yoshlarimiz o'ylaydiki, ha, energetik yaxshi ekan, siz qilmaygan deydi-yu. Mana yaxshi u narsa, mana yaxshi. Mana men bitta tirik misol mana shu narsaga. Hozir men tavba qildim, ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Tirikligimda mana shu narsani aytib o'tib turib, chista o'zim sizlarga video qilyapman. Buni ham zo'rligim qo'llab-quvvatlayapti. Ana shu hamma qo'llab-quvvatlaganlar, shu energetik ichadiganlar, yoshlar, o'zimiz yoshlarimiz, bu ekspertdan ham battar narsa bu narsa. Bu narsa sog'liklarini ayirib yuboradi. Bu narsani to'xtatish kerak, bu narsani ichishni. Mana bunaqa narsalarni hozir ichib, mana bir 20 kun bo'lib tashlaganimga o'zim ovutyapman. Bir boshqanaqangi haligi chista tabiiy mevali, sharbatga o'xshagan narsalar, oddiy suvlar ichib, o'zim ovutib, o'zim aldab yuribman. Qadrdonlar, shu videoni maksimalni tarqatib qo'yinglar, shunaqangi energetik ichadigan odamlarga jo'natib qo'yinglar. Men sizlarga tirik misolman, yurakni tinchitib bo'ldim. Organizmimga konkret ishonganman, что hali ancha baquvvatman deb o'ylaganman. Bu bo'lmagan narsa, bu yurak tomirlarini qisishni boshlaydi. Birinchi o'rinda yurakdagi kabi oxiri shu narsa buni.